Hurmatli kuzatuvchilar, ko'pchilik kutgan Turkiya davlatida, ya'ni Zumrud brendi ostida Turkiya davlatida ishlab chiqariladi. Kotyollar, avtomat, akıllı kotyol. Kotyolni nima uchun tavsiya beramiz? Kotyol birinchidan avtomat holatda ya'ni ishlatsa bo'ladi yoki avtomat holatdan tashqari pol avtomat qilib ham ishlatish xususiyatiga ega. Ya'ni buni boshqarishga qulay, ko'rasiz ishlarga xizmat qilish uchun bu yerda ko'rsatingiz bo'ladi. Topga ya'ni zapravka qilish kattagina mavjud. Avtomat holatdan tashqari pol avtomat holatda ham ishlatib foydalansa bo'ladi. Kotyolimiz panel upravlanish, ya'ni boshqaruv apparati. Ko'pchilik miya deyishadi. O'zingizga kerakli nastroykani qilasiz. Bemalol qo'ysangiz, faqatgina sizdan bu kabi umrda zapravka qilish va kunini tozalab turish talab qiladi. Qolgan barcha ishni kotyol o'zi bajaradi. Albatta dimoxodda sendvich qilib chiqarish tavsiyalarimiz. Sababi sendvich qilib chiqarilsa, bilasiz, kotyol ichidan issiq chiqadi, ichda tashqarida sovuq bo'ladi. Ana shu kondensat bo'lishini oldini olish maqsadida albatta sendvich qilib tavsiya beramiz. Bularga ko'rsatsangiz bo'ladi. Bu yerga zapravka qilinsa, bu yerda maxsus setkasi bor. Mana shu setkadan o'tgan ko'mirni bemalol olib kirib ketib yo'qoladi. O'rtacha 5 sm atrofgacha ko'mirni zapravka qilib foydalansangiz bo'ladi. Ko'rasizlar, bu ham baquvvat ishlab chiqarilgan. Yani hamma taraflarga e'tibor bilan ishlab chiqarilgan. Bilasiz, Turkiya mahsulotlari sifatli, hamyonbop hisoblanadi. Albatta xizmat qilishi ham yaxshi hisoblanadi. Hattoki kiyim-kechaklarda ham bilasiz, Turkiya brendlari, Turkiya kiyimlari, Turkiya mahsulotlari sifatli hisoblanadi. Shuning uchun Turkiya Zumrud zavodi bilan shartnoma qilingan, kotyolni olib kelib qo'yildi. Kotyol hozirgi kunda 40 kilovatdan 70 kilovatgacha sotuvda mavjud, ya'ni 100 metr kvadrat atrofida 500-600 metr kvadratgacha hamisha ya'ni joyingiz bo'lsa bemalol kelib xarid qilsangiz bo'ladi. Hozirda narxi $2250 dan boshlanadi, ya'ni mana shu 40 kilovatli kotyol Zumrud Turkiyada ishlab chiqarilgan kotyol $2250. Bizda narxlari bazaviy narxlar, bemalol kelib kotyollardan bazaviy zavod narxlarida bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Albatta kotyollarimiz Zumrud zavodi tomonidan kafolatga ega. Biz faqat kafolatga ega, ishonchli, sifatli mahsulotlarni savozini shug'ullanamiz. Bemalol do'konimizga kelib, o'zingizga ma'qul bo'lgan kilovatda, xohlagan o'zingiz imkoniyatingizga qaragan barcha kotyollarni sotuvdan qilib, kotyollarimiz yana qaytarib o'taman, bazaviy zavod narxlarida, albatta zavod tomonidan kafolatga ega sifatli mahsulotlar. Nomerlarni qoldirib o'tamiz, bemalol telefon qilib o'zingiz qiziqtirgan savollarga javob olsangiz bo'ladi. Manzilimiz Namangan shahri Promzona, ya'ni Oxunbabay Kamolbo'ydan kelishda Shamshibod avtobozorida Singapordan Isuzu Pitani, Kamaz Pita tarafga 100-150 metr o'tganingizda o'ng qo'lda 0 metr yo'l yuzida Sakor mebellar pastida bemalol kelib do'konimizga kotyollarni ko'rib, o'zingizga mos bo'lgan, o'zingizga yoqqan kotyollarni bemalol xarid qilsangiz bo'ladi.